Hozir kumush suvlarimiz skidkaga tushibdi. Men o'zim ham mana uyga onamga olib kelgan edim kumush suvdan, kattasidan. Onam ko'p gripp bo'ladi. Tomog'ida masalan kimda gripp, shamollash bo'lsa, bu 350 xil infeksiyaga qarshi. Buni o'zi ovqatdan oldin, yarim soat oldin choy qoshiqqa solib ichish kerak. Men esa mana dozatri bor, dozatri ham alohida sotiladi. Dozatrida olib keldim, chunki nimaga qulayroq. Dozatrdagi tomoqqa olasiz, sepasiz 2 marta bo'ldi. Ishlatishga ham juda ham qulay. Xohlasangiz dozatr bilan olsangiz bo'ladi, xohlasangiz dozatrsiz olib choy qoshiqda ichsangiz bo'ladi. 350 xil infeksiya, viruslarni o'ldirib beradi. Kimda to'rch infeksiyasi bo'lsa ham bu mahsulot tavsiya qilinadi. Hatto bu mahsulotni ukol qilib qonga olishadi. Kumush juda ham tanamiz uchun kerakli elementlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun agarda ko'p yallig'lanish bor, gripp bor, tez gripp bo'ladigan odamlar, infeksiyasi bor odamlar bo'lsa tavsiya qilinadi.